Assalomu alaykum. Bugun sizlarga oddiygina metallomdan, abreska metallardan qanday qilib zamonaviy stoli bilan ixcham o'choq yasash haqida video qilyapman. Xo'p, bu videoda bizga shu eski kir mashinani mana bu yumaloq temir kerak bo'ladi. Buni o'rta qismidan shu 35-40 santimetrlarcha mana qasqonini olib, balandligi juda kamlik qilgani uchun 0,8 qalinlikdagi listdan o'zimda abreska listlarim bor edi. Shulardan qo'shib ulab olamizda va mana uni uzunligini 50 santimetrgacha yetkazamiz. Uzunligini 50 santimetrgacha yetkazamiz. Undan kam bo'lsa, o'choqqa kam bo'lib qoladi. Chunki qozonni qo'yganingizdan keyin ham qozon ham ichiga bir 10 santimetrcha tushadi ekan. Plotni tushsa kamida 10 santimetr tushishi kerak. Keyin o'tinni solganingizda qozon bilan o'tin orasiga ham ozgina joy qolishi kerak, shu o'tinlarning yaxshi joylashishi uchun. Hozir menda shu 0,8 metalimni ozroq zanglagan eski metalim listim bor edi. Shu listni buni tepa qismini mana qiyshiq yetidan kesib olib tashlab, tag qismini alohida mana kesib olaman. Kesib olib, mana bu ikkala listimni bu ham mana abreskada aytganimdek abreska ikkovini ulab yonidagi stolchasi uchun hozir list yasayapman. Butun list ikkovini ulab bitta list qilamiz va o'choq stoli bilan birga bo'ladi. Buning uchun shu listlarimni, zanglagan listlarimni yaxshilab zangini ketkazib olyapman. Keyin mana bu eski nimamizni, qosqonchamizni quloqchalarini plastmassadan bo'lgan eski quloqlarni kesib yuboryapman. Mana bu stikda list o'rnashgani juda yaxshi joy ochilib qoldi va listni mana shuni o'rtasidagi ulog'iga kirgizib mahkamlab hozir svorkalab olaman. Listimiz yuqa bo'lgani uchun tokimizni shu 90 amperlarga qo'yib oldim. Undan qalin bo'lsa teshib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun kimdadir 100, kimdadir 80 bo'lishi mumkin. 90 amperlarda 3-lik elektrodni varid qilyapman hozir. Mana bunday qilib polnisi varid qilish shart emas. Yaxshilab shu prixvatka svorka bilan prixvatkalab yaxshilab svorkalab olamiz. Yetadi mana tag qismini shu qiyshig'ini kesib tashlab tagiga tushirib qo'yaman va narigi tomoni metal bo'lgani uchun yaxshilab u tomondan ham svorkalab olamiz. Bu tag qismi bo'ldi endi. Tag qismi. Ya'ni o'chog'imizni tag qismi o'sha tagidan keyinchalik kesib kuldonlari, kul tushib ketadigan teshiklari shu yerdan ochiladi. Svarkani albatta qanaqa havoda qilasizlar, ochiq yopiq joyda qilishdan qat'iy nazar albatta bez maska ishlamanglar. Iloji bo'lsa xameleon bo'lsa yana yaxshi, bo'lmasam kamida maska ishlatinglar. Shularni tavsiya qilaman. Ko'pchilik ochkida svarka qilib ko'zini ham oldirib olishadi. Bu aslida ko'zni oldirib olib, keyin davolat bu hammasi shu arzimaydi. Aslida sog'liq ketkazgan, shuning uchun imkon boricha maska bilan ishlashga odatlanganlaring yaxshi. Ana hozir qilayotgan jarayon ana yumaloq ichiga kirib turibdi va burchaklarini svarkalashga yaxshi beradi. Shuning uchun 5lik simdan ozgina kesib qayirib olib, ana shu oraliqlarga qo'yib svarkalab olyapman. Yuqa metallarni svarkalayotganda ana shu oraliqqa shunaqa simlardan qo'yib turib varid qilsalaring oson bo'ladi. Teshib qo'ymasdan, qiynalmasdan svarkalaysizlar. Mana hozir o'choqni tag qismini svarkalab oldim. Endi yonidagi stolchasi uchun listlarni bir-biriga yopishtirib, o'sha uloq abreska listlarini bir-biriga ulab, o'sha stolchamiz umumiy plashatkasini tepa qismini yasab olyapman. Bu ham yuqa list bo'lgani uchun buni ham to'liq svarkalash shart emas. O'ta qizganda metal yana ham qayishib ketadi. Prixvatkalab oz-ozdan svarkalaganimiz ham yetarli. Mana bu kir mashinani qasqonchasini qulog'idagi lishning joylarini o'sha olib tashlayman. Xalaqit beradigan qismi olib tashaladi. Ya'ni plastmassa joylari ham bor edi, ularni ham olib tashlayapman, ruchka qismlarini.
Mana shu xuddi shunga mana hozir ozgina yarim oy qilib mana yaqinroq keladigan qilib listni kesib oldimda va unga svarkalab chiqyapman hozir. Mana listimizni svarkalab olamiz. Listimiz bunaqasiga 40 bo'lyapti. Uzunasiga 50 sm bo'lyapti. Ana endi bunga shu profilchadan, bu ham mana shu отход materiallar, oshgan profildan, turbalardan o'zimizda bor narsalardan kelib chiqib. Chunki videoni boshida aytganimdek, bu narsa asosiy отход narsalardan yasalyapti. Ya'ni расход qilmasdan o'zingizda bor narsalardan mana bu oddiy bitta qosqon kerak bo'ladi asosan. Buni ham hozir ko'pchilik metallonga berib yuborishayotgan narsa. Mana bu profilchalar o'zimizda bor edi. Bu adashmasam 25 ga 25 profil, qalinligi 1,5 mm va bunaqa yumaloq turbadan ham отходlarimiz bor edi. Bu tomoniga, o'choq tomoniga turbachadan oyoq qilib qo'yapman. Turba bilan turbadan mana ikkita oyog'i turba tomonidan bo'lyapti-da. Turbadan ikkita oyoq bo'lyapti o'choq tomonga. Stol tomonga profildan oyoq bo'lyapti. Lekin дополнительно baribir o'choqqa 3-oyoqni ham o'rtasiga vart qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi bu stol o'choq bilan birga bo'lgancha albatta bir-biriga tortqib bermasangiz bo'lmaydi. Tem bo'lib listimiz qalin list emas. Yuqa bo'lgancha albatta ikki tomondan tortqib va bir-biriga ham tortqib berib qo'yamiz. Shunda oyog'i mustahkam bo'ladi. Bundan tashqari o'choqda o'ziga ham 3-oyoqda ham yana zapas oyoqcha vartib qo'yapman. O'choqda, qozonda ovqat qilinganda og'irlik asosan stolga o'tib qiyshaymasligi uchun. Mana. Endi bu nima qilinyapti desalaring, bu yerda hozir men отверстияni teshik ochyapman. Bu yerdan o'choqda tutuni chiqib ketish uchun yuzlik turbachani kesib olib, shu yerga vart qilib qo'yaman. Turbani hamma o'sha tutuni orqa tomondan xuddi pechkani chig'anog'ida tutun chiqarib yuboramiz. Xuddi shunday bo'lib, mana shu yuzlik turbadan chig'anoq bilan turba qo'yib qo'yamiz, shunday chiqib ketadi. Mana shunga hozir yuzlik turbani moslab kesib oldim va turbaga moslab buni teshib, keyin buni ham akkuratno svarka qilib olamiz. Buni oddiy o'choqdan farqi nima? Nimaga bunday o'choq qilyapsan desalaring, oddiy o'choqdan farqi bunga kamroq sut bo'lyapti o'zimizda bor narsalardan va yangilik tomoni buni biz yonboshlardan tutun chiqadigan qilmaymiz. Hamma tutuni mana shu orqa tomondagi yuzlik qo'yib ketayotgan yuzlik turbamizdan chiqadi. Mana o'choqni o'sha tayyor holati, oldidan eshiklari ham bo'ladi. Ya'ni olovni yoqib bo'lgandan keyin eshigini yopib qo'yasiz. Alanga tashqariga chiqmaydi-da. Hamma issiq shu o'choqning ichida qoladi va qozonni birpasda isishiga nima qiladi? Sabab bo'ladi. Oldi agar ochiq bo'lganda, eshiksiz bo'lganda, o'sha oddiy o'choqlarga o'xshab birpasda asosiy alanga oldidan ham chiqib ketgan bo'lar tutunga qo'shilib. Mana bunda eshikchalarni kesib ochib shunaqa holatda qilindi. Ichilarini mana teshib qo'ydim. Kul tushadigan joyi mana bu hozirgi uloqdagilik yasaganimiz, mana ruchkalari yarim uloq bo'lgan bilan, lekin o'sha butun qism bo'lib svarkadan kelgan butun bir holatga keldi. Tepasidagi qozoni bu o'ziga tushgan yo'q. Buni prosta yoqib proverka qilish uchun qilyapmiz. Buni xudo xolasa egasi aytayapti, o'ziga, bu ham zakazga tayyorlangan narsa, o'ziga tushadigan, o'ziga yarasha tutun torchini ko'rsatyapman. O'ziga yarasha qozon osib, xudo xolasa ishlataman deb yaxshi niyat qilyapti. Men hozir o'choqda qanday yonishini va qancha vaqtda qozonni isitishini tekshirmoqchiman. Mana olov yoqib o'choqqa tekshirib ko'ryapmiz. Tutun tortishi qanaqa? Tutun tortish oldiga qancha tutun beradi? Orqadagi dimoxodimiz nimamiz qanchalik effekt berdi? Keyin cho'g' bo'lib
ichida cho'g' qolgandan keyin ham, masalan, oshni dimlaydigan mahal kelib qolgan bo'lsa, ozgina cho'g' bilan ham mana bu turbani olib tashlab turib, chig'anoqni ustiga shunday list qo'yib, buni issig'ini o'zida o'choqda yana ushlab tursa bo'ladi. Issig'ini chiqarmasdan eshigini yopib qo'ysalaring, o'tin yoqib bo'lgandan keyin yana ham issiq, bor issiq shu o'choqda qozonni o'ziga beradi va bu ham o'tinni ekonom qilishga va qozonni issiqligini, qozonga yaxshi issiqlik berishiga sabab bo'ladi. Mana hozir tutun tortishni boshladi. O'choqni og'zini yopib qo'yamiz. Mana ichidagi suvni ko'rasizlar, birpasda isib tutun chiqarishni boshlayapti. O'choqni yaqqanimizga hozir mana bir qalam o't yaqdik, u ham g'o'zapoya o'tin. Mana o'sha suvni isitib, suvdan par chiqarish boshladi. Bu ham o'sha o'choqda bor issig'ini hozir mana eshik yopilgani hisobiga hamma issig'i ko'prog'i shu o'choqni qozonni o'ziga yetkazib beryapti mana. Mana o'sha bir necha soniyalarda desak bo'laveradi. Qozon tagidagi suvni qaynatyapti. Shu bor alanga, asosiy alanga qozonga tegyapti desak to'g'ri bo'ladi. Mana shunaqa qilib, albatta o'choq yasab ko'ringlar, yonida mana stolchalari bilan osh suzayotganda yoniga qo'yib bemalol qilsalaring bo'ladi.